Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uvchilar. Ustoz Muhammad Yusufning Allohning go'zal ismlari nomli asrini diqqatingizga sunamiz. Yoqtirib anglag'aysizlar. Ar-Razzaq. Ar-Razzaq Alloh taolaning bandalariga rizq berishni o'z ustiga olgandek, ular uchun taqsim qilingan rizqni yetkazib berishnimi öz üstüge alğanlıqını xalğan bendileriga nahayeti köp rizq berdiganlıqını ifadaleydigan ismidir. El-Fettah. El-Fettah Allah Taala'nın yepik qalblarni iman ve hidayet bilen açıdiganlıqını ifadalagendek, barcha yepik ishiklarni oңайчылык bilen açıdiganlıqını müşkülçiliklerini asanlaştırdıganlıqını bendilerge öz xazinesinden ve rahmetinden xalğança açıdıganlıqını bildirdi. El-Fettah degan söz, El-Fatih degan sözdün güçlük bulup, eğer Allah Taala xalisa her qancha ketip ketken dillargımı hidayet açıdıganlıqını ve her qandaq müşkülçiliklerini oңайлаштырдыганлыгын ifadaleydi. El-Alim. El-Alim Allah Taala'nın alim ekenligini bildirdigan ismi bulup, Allah Taala hemmini iniq ve keskin bilgiçidir. El-Alim. El-Alim Allah Taala'nın şeylerinin aşkare ve yoşurun bütün taraflarını nihayeti iniq ve tefsili bilgiçi, ötmüş, hazır ve gelecekке ait işlerinin hemmisini toluk bilgiçi ikenlikini ifadaleydigan ismidir. El-Allam. El-Allam Allah Taala'nın ilminin intayın kengligiga ve mükemmelligiga dalalet kılıdigan ismidir. El-Qabiz. Allah Taala'nın El-Qabiz degan ismi sahih hadisde kelgen bulup, Peygamber aleyhisselam mundaq degan. Yani Allah şeylerge kıymet belgiliguchi, tar qilguchi, keng qilguchi ve rizq berguchidir. Men Allah'qa üstümde hiç kimning milga yoki jiniga munosabatlik hech qanday haqqi bo'lmagan holatda uchrashishni umid qilaman. El-Qabiz Allah Taala'nın əcili toşqanlarının cinini alğuchi, bendilerinin bazısının rızkını, şəraitini, vaxtini tar qılğuchi ekenligini bildirdigan ismidir. El-Basit. Allah Taala'nın El-Basit degan ismi yuqorqi sahih hadisde kelgan. El-Basit Allah Taala'nın bendileriga fazli karimini yayg'uchi ve ularning rizqini keng, turmushini bayaşatlık qilguchi ekanligini ifadaleydigan ismidir. Es-Sammi. Es-Sammi Allah Taala'nın bendelerinin dualarını, munacatlarını anlag'uchi, her qandaq maxfi ve aşkara avazlarını anlab turguchi ekanligini ifadaleydigan ismidir. El-Basir. El-Basir Allah Taala'nın aşkare ve yoşurun hemme nersini, hatta en mahfi şeylerini ve hareketlerini körüp turguchi ekanligini ifadaleydigan ismidir. El-Latif. El-Latif Allah Taala'nın bendilerine mehribanlık qilguchi, ularga özleri his qilmagan yollar bilen yaxşılık yetkizguchi, işlarının ve şeylerinin inçki taraflarını bilgiçi, hemmeden haberdar bolguchi ekanligini ifadaleydigan ismidir. El-Habir. El-Habir Allah Taala'nın şeylerinin yoşurun taraflarını, xuddi aşkarı taraflarını bilgendek toluq bilgiçi, ma'lumoti hemmini öz ichiga olguchi ekanligini ifadaleydigan ismidir. El-Halim. El-Halim Allah Taala'nın günahkarlarını aldırıp cazalamaydigan, ularning tövbe qilib to'g'ri yo'lga qaytib elishiga
fursat berguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Al-Azim. Al-Azim Alloh taolaning ulug'ligini va kattaligini ifodalaydigan ismi bo'lib, zotida, ism sifatlarida va jimi ishlarida mutlaq kamolat egisi ekanligini bildirdi. Ash-Shakir. Ash-Shakir Alloh taolaning bandalarining ozli amalini ko'p amallar qatorida qabul qilib, hasilab savob beradiganligini, ko'pligan gunohlarni mag'firat qiladiganligini va ne'matga shukr qiluvchilarga ne'matini texmu ziyoda qiladiganligini ifodalaydigan ismidir. Chunki Alloh taolo bir yaxshilikqa 10 hassa ortiq savob berguchi, biror xayri ihsonga 700 hassidan ko'proq mukofot berguchi karamlik zotdir. Ash-Shakur. Ash-Shakur, Ash-Shakir degan ismdan kuchlik bo'lib, Alloh taolaning xolis qilingan ozli amallarga ko'plab ajr savob berishda, nurg'un gunohlarni ozroq tavba bilan yoki tavbasizmi mag'firat qilishda va shukr qilguvchilarga oshirib berishda nihoyatda sehi va karamlik ekanligini ifodalaydi. Al-Ali. Al-Ali Alloh taolaning ustun va oliy martabalik ekanligini, zotining ism sifatlarining qahr qilguvchi kuch qudratining va dalil pakitlarining alohida ustunligini ifodalaydigan ismidir. Al-Ayla. Al-Ayla Alloh taolaning hammadan ustun, hammadan yuqori martabalik va hammadan oliy ekanligini ifodalaydigan ismi bo'lib, Alloh taolaning zotining va ism sifatlarining eng ustunligiga dalolat qiladi. Al-Mutaal. Al-Mutaal Alloh taolaning o'z qudrati va qahr qilguvchi kuchi bilan har narsani bo'ysundirguchi, hammaga hukmronlik qilguvchi va ilmi bilan hammani qorshab turguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Al-Hafiz. Al-Hafiz Alloh taolaning bandalarini xavf xatarlardan qo'g'diguchi, ularning amallarini saqlag'uchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Al-Hafiz. Al-Hafiz Alloh taolaning eng mukammal, eng yaxshi saqlag'uchi va eng kuchli qo'g'diguchi ekanligini ifodalaydi. Al-Muqit. Al-Muqit Alloh taolaning barcha jonliqlarning rizqini va ozuqlarini yetkazguchi, ularning rizqlanish yo'llarini taqdir qilguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Al-Hasib. Al-Hasib Alloh taolaning bandalarining din va dunyo ishlarini to'g'ri yo'lga selishga kifoya qilguchi, ularning yaxshi yomon barliq amallarining hisobini olguchi, mo'minlarga alohida in'om qilguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Al-Karim. Al-Karim Alloh taolaning yaxshiligi ko'p, ata ihsoni mo'l. Xohlagan bandasiga talab qilsin yoki talab qilmasin, xohlagancha berguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Al-Akram. Al-Akram Alloh taolaning intayin zo'r fazil karamlik, sehilikda, ata ihson qilishda tangdishi yo'q. Mo'minlarga o'z fazlidan in'om qilguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Ar-Raqib. Ar-Raqib Alloh taolaning bandalarining oshkora va yo'shurun jimi ishlarini bilib, gap so'zlarini bilib, ko'zitib turguchi, bir lahzada hammani idora qilib turguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Al-Qarib. Al-Qarib Alloh taolaning butun bandalariga ilmi, qudrati va shafqati bilan
Möminlərə yardımı, nusrati bilan yaqin ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Mujib. El-Mujib Allah Taalaning duo qilguvchining duosini va tilaguvchining tilaklarini qabul qilguvchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Vasi. El-Vasi Allah Taalaning go'zal ismlarining va kamal sifatlarining mukammal ekanligini, bandalarga bo'lgan rahmatining, mag'firatining keng va ata ihsonlarining mo'l ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Hakim. El-Hakim Allah Taalaning har qanday ishni hikmat bilan qilguvchi, barcha nuqsondan va kamchilikdan pok ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Hakam. El-Hakam Allah Taalaning bandalarining o'ttirisida adolat bilan hukm qilguvchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Hakim. El-Hakim Allah Taalaning adolat bilan hukm qilguvchi va haqiqiy podshoh ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Vedud. El-Vedud Allah Taalaning sevgi muhabbatni yaratquchi, uni bandalarining qalblariga solg'uchi, solih bandalarini o'zining muhabbatiga sazovar qilg'uchi, barcha mahluqotiga in'om qilg'uchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Majid. El-Majid Allah Taalaning mutlaq hurmat, izzat egisi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Shahid. El-Shahid Allah Taalaning bandalarini kuzatguchi, o'zining yegona iloh ekanligiga, adolat bilan ish qiladiganligiga guvoh bo'lguchi, mo'minlarning rostchilligiga guvohlik berguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Mubin. El-Mubin Allah Taalaning yegona ilohligining ro'shan haqiqat ekanligini, bandalarga to'g'ri yo'lni ochiq ko'rsatib berguchi, yaxshi yomonni aniq bayon qilguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Haq. El-Haq Allah Taalaning shak shubhasiz haqiqat ekanligini, zotida, ilohligida, barcha ism sifatlarida haq ekanligini ifodalaydigan ismidir. Allah Taala haqiqatga boshlaydi, uni yaxshi ko'radi, haq egilarini qo'llaydi va haqiqatni aytadi. El-Vakil. El-Vakil Allah Taalaning bandalarining ishlarini o'zining ilmi, qudrati va hikmati bilan tasarruf qilguvchi, mo'minlarning ishlariga ega bo'lguvchi, ularga din va dunyolik ishlarida yordam qilguvchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Fatir. El-Fatir Allah Taalaning o'rnaksiz yaratquchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. Jimi hamdu sana osmonlarni va zaminni o'rnaksiz yaratquchi, farishtalarni ikki qanotliq, uch qanotliq, to'rt qanotliq elchilar qilguvchi Allohga xosdir. Allah yaratganida xoliqini ziyoda qiladi. Allah haqiqatan hamma narsaga qodirdir degan oyat buni ifodalaydi. El-Qavvi. El-Qavvi Allah Taalaning mutlaq kuch qudratga ega, hech narsadan ojiz kelmaydigan, kuch qudrati xo'rab ketmaydigan, eng kuchli ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Matin. El-Matin Allah Taalaning intayin kuchli, hammadan g'olib, kuch qudratda mutlaq kamolat egisi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Vali. El-Vali Allah Taalaning hammaning egisi, hammaga ne'mat berguchi, mo'minlarga yordam qilguvchi, mahluqotning ishlariga o'zi yolg'iz ega bo'lguvchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Mavla. El-Mavla
Allah Taala'nın mevcudatның barlıq işlerini başqurğuchi, müminlerni qo'lluğuchi ve yordam qilg'uchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Hamid. El-Hamid Allah Taala'nın güzel hamd sanalarga ve barcha madhiyalarga tamamen haqliq ve sazaver bolğuchi, bendileri tarafidan hamisha madhiyalanguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Hayyu. El-Hayyu Allah Taala'nın hamisha hayat ekanligini, mengülük hayatlık egisi ve hayatlıkның manbasi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Qayyum. El-Qayyum Allah Taala'nın hammini idora qilg'uchi, mahluqotning yordamidan behojat bo'lg'uchi, bandalarining barliq amallarining va gap so'zlarining hisobini elib, tegishlik mukofotini yoki jazosini berguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Vahid. El-Vahid Allah Taala'nın bir ekanligini, hiçbir şeriki yo'qligini, zatida ve barliq sifatlarida tengdishi yo'qligini ifodalaydigan ismidir. El-Ahad. El-Ahad Allah Taala'nın birligida tengdoshsiz ve mislisiz ekanligini, ism sifatlaridami hech kimga o'xshamaydiganligini ifodalaydigan ismidir. Es-Samad. Es-Samad Allah Taala'nın hech kimga muhtoj bo'lmagan, xo'jayinligida, mahluqot ustidagi hukmronligida tengdishi bo'lmagan, hamma uningga muhtoj bo'lgan, mahluqotni rizqlandiradigan va ulardan rizq kutmaydigan yegani iloh ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Qodir. El-Qodir Allah Taala'nın hammaga kuchi yetadigan, osmon va zaminda hech qanday ishdan ojiz kelmaydiganligini ifodalaydigan ismidir. El-Qadir. El-Qadir Allah Taala'nın nihayeti zo'r kuch qudrat egisi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Muqtadir. El-Muqtadir Allah Taala'nın o'zi taqdir qilgan ishlarni amalga oshirishda tengdoshsiz kuch quvvat egisi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Avval, el-Oxir. Sahih Muslimda Peygamber aleyhisselamның mundaq dua qilganligini rivoyat qilgan. Yani ey Allah, sen avvalsan, senden ilgiri hech narsa yo'qdir. Sen oxirsan, senden başqa hech narsa yo'qdir. Sen oshkorisan, senden ochiq hech narsa yo'qdir. Sen maxfiysan, senden maxfiy hech narsa yo'qdir. Bizni qarzdorlikdan qutqizgin va faqirlikdan ozod qilgin. El-Avval, el-Oxir Allah Taala'nın hammadan burun mavjud ekanligini, hech narsa yo'q vaqtdimi, hamma narsa yo'q bo'lgandimi mavjud bo'lib turg'uchi ekanligini ifodalaydigan ismlaridir. Ez-Zahir, el-Batin. Ez-Zahir Allah Taala'nın özünün yegani ilah ekanligini namoyon qiladigan, güzel san'atlari va aqllarni qoyil qiladigan dalil pakitlari bilan oshkora ekanligini, hammaga g'olib kelguchi, haqiqiy mo'min bandalarga yordam qilg'uchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Batin Allah Taala'nın ko'z bilan ko'rilishdan maxfiy, eng maxfiy ishlarni bilguchi ekanligini ifodalaydigan ismidir. El-Barru. El-Barru Allah Taala'nın ata ihsanlarının, in'amlarının ve cimi yaxshiliklarının kainatdagilarning hammasiga umum ekanligini, bandalarga intayin shafqatlik, bir yaxshilikqa 10 hassa ajr savob beradigan, gunoh qilgan bandalarini aldirab jazolamaydigan zot ekanligini ifodalaydigan ismidir. Mikrofon oldida Qaraxon.